Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va tezkor xabarni sodda tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, nafaqa oluvchi oilalarga va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga bevosita tegishli. Chunki birgina kichik xato, bitta hujjat yetishmasligi yoki bank kartasidagi muammo pensiya to'lovining kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun nima o'zgargani, kimlar xavotir olish kerakligi, kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligi, qaysi holatlarda pensiya vaqtincha to'xtab qolishi ehtimoli borligi va bunday vaziyatda nima qilish kerakligini batafsil aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarga kerak bo'ladi. Avvallari ko'p masalalar qog'oz hujjat, mahalla, pochta, bank va pensiya jamg'armasi bo'limlariga borib kelish orqali hal qilinar edi. Pensioner pensiyasini olish uchun ko'pincha o'zi borishi, ayrim holatlarda tirikligini tasdiqlashi, bank kartasini tekshirdirishi yoki hujjatlarni qayta topshirishi kerak bo'lardi. Kimdir pochta orqali olardi, kimdir bank kartasi orqali olardi, kimdir ishonchnoma bilan farzandi orqali olardi. Hozir esa tizim ancha raqamlashtirildi. Pensiya jamg'armasi, banklar, soliq organlari, fuqarolik holati davlatnomalari organlari, migratsiya, bandlik va boshqa davlat tizimlari o'rtasida ma'lumot almashinuv kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p holatlarda ma'lumotlar avtomatik tekshiriladi. Masalan, pensionerning yashash joyi, vafot etgan etmagani, ishlayotgan ishlamayotgani, bank kartasi faol yoki faol emasligi, pasport ma'lumotlari to'g'rimi yoki yo'qmi? Bular tizim orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shundaki, odamlar ortiqcha sarson bo'lmaydi, hujjatlar kamayadi, to'lovlar aniqroq hisoblanadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar tizimda siz haqingizdagi ma'lumot noto'g'ri chiqsa, eski pasport ma'lumoti qolib ketgan bo'lsa, bank kartangiz bloklangan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa yoki yashash manzilingiz yangilanmagan bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi yoki tekshiruvga tushishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, har bir pensioner va uning oila a'zolari oldindan tayyor bo'lishi uchun tushuntiryapman. Chunki muammo bo'lgandan keyin yugurishdan ko'ra, muammo chiqmasidan oldin bir marta tekshirib qo'yish ancha oson. Eng asosiy o'zgarish shuki, pensiya bilan bog'liq jarayonlarda avtomatik nazorat kuchaymoqda. Ya'ni pensiya jamg'armasi endi faqat pensionerning o'zi olib kelgan qog'ozga qarab emas, balki davlat bazalaridagi ma'lumotlarga ham tayanadi. Bu yerda 3 ta asosiy yo'nalish bor. Birinchisi, to'lov oluvchining shaxsi va ma'lumotlari tekshiriladi. Masalan, pasport yoki ID karta ma'lumotlari yangilanganmi? Familiya o'zgarganmi? Tug'ilgan sana to'g'ri kiritilganmi? STIR yoki JSHR ma'lumotlari mos keladimikan? Bankdagi ism, familiya pensiya jamg'armasidagi ma'lumot bilan bir xilmi? Bitta harfdagi farq ham ayrim bank operatsiyalarida muammo tug'dirishi mumkin. Ikkinchisi, pensiya to'lanayotgan hisob yoki karta holati muhim bo'ladi. Kartaning muddati tugagan bo'lsa, karta bloklangan bo'lsa, bank hisob raqami yopilgan bo'lsa yoki karta boshqa shaxs nomida bo'lsa, pul tushmay qolishi mumkin. Ko'pchilik shunday deydi. Oldin tushardi, nega endi tushmayapti? Sabab oddiy bo'lishi mumkin. Karta muddati tugagan, bank yangilangan, kartani faollashtirmagan yoki SMS xabarnoma boshqa raqamga ulangan. Uchinchisi, pensionerning holati bo'yicha ma'lumotlar qayta ko'riladi. Masalan, ishlayotgan pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar alohida e'tibor talab qiladi. Chunki bu toifalarda qo'shimcha shartlar bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda bank kartasi orqali pensiya oladigan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar siz pensiyani har oy kartaga olsangiz, kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning o'ng tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, 0325 bo'lsa, karta 2025 yil mart oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'lsa ham karta orqali foydalanishda muammo chiqadi. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash kerak. Ikkinchi toifa, pensiyasini farzandi yoki boshqa qarindoshi orqali ishonchnoma bilan olayotganlar. Ishonchnomaning muddati bor. Ko'pchilik ishonchnoma bir marta qilinsa, doimiy ishlaydi deb o'ylaydi. Aslida unday emas.
Ishonchnoma muddati tugasa pulni olishda muammo bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, notarius chaqirish, mahalla orqali yordam so'rash yoki belgilangan tartibda vakillik hujjatini yangilash kerak bo'ladi. Uchinchi toifa yaqinda pasportini ID kartaga almashtirganlar. Siz hujjatni yangilaganingizdan keyin bankdagi ma'lumot, pensiya jamg'armasidagi ma'lumot va boshqa bazalardagi ma'lumot bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ba'zan eski pasport seriyasi bankda qolib ketadi, yangi ID karta esa pensiya jamg'armasida ko'rinadi. Natijada bank ma'lumot mos emas deb operatsiyani to'xtatish mumkin. Buni hal qilish uchun bankka borib shaxsiy ma'lumotlarni yangilatish kerak. To'rtinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari, nogironlik guruhi muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar nogironlik guruhi muddati belgilangan bo'lsa va qayta ko'rikdan o'tish vaqti kelgan bo'lsa, hujjat yangilanmasa to'lov to'xtashi mumkin. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha nafaqa olib kelgan, lekin qayta ko'rik sanasi 1 iyunda tugagan. Agar u iyun oyida komissiyadan o'tmasa, keyingi oy to'lovi vaqtincha to'xtash ehtimoli bor. 5-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar, ayniqsa 7 yoshdan oshgan. Lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzandlar uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Bola maktabni tugatib, kollej, texnikum yoki universitetga kirgan bo'lsa, o'qiyotgani haqidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlanishi zarur. Aks holda tizim uni endi voyaga yetgan, pensiya olish huquqi tugagan deb ko'rishi mumkin. Agar siz pensiyangizni har oy o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, ishonchnoma bilan bog'liq muammo bo'lmasa, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha hujjat talab qilinmasa, siz ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish foydali. Masalan, pensiya har oyning belgilangan davrda kartangizga tushyapti. Siz bankomatdan pul olyapsiz, do'konda karta ishlayapti, SMS kelmoqda. Demak, asosiy tizim ishlayapti. Bunday holatda sizga faqat karta muddati, telefon raqami, pasport ma'lumoti va yashash manzili dolzarbligini nazorat qilib turish kifoya. Yana bir misol, siz yoshga doir pensiya olasiz, ishlamaysiz. Chet elga chiqmagansiz, ishonchnoma bermagansiz, bank kartangiz o'zingizning nomingizda. Bunday pensionerlar uchun xavf kamroq. Lekin kamroq degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki bank kartasi yoki hujjat muddati masalasi hammaga tegishli. Birinchi misol, Alin Takiz yoshli otaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Pul odatda oyning 5 sanasida kartaga tushadi. Bir oy kelib pul tushmadi. U pensiya jamg'armasiga boradi. U yerda pensiya hisoblanganini aytishadi. Bankka bo'lsa kartaning amal qilish muddati tugagan bo'ladi. Ya'ni muammo pensiyada emas, kartada. Bunday vaziyatda yangi karta ochiladi. Hisob raqam bog'lanadi. Keyin puldan foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun har oy pul tushishini kutib o'tirmasdan karta muddatini oldindan ko'rish kerak. Ikkinchi misol, bir ona boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning o'g'li 12 yoshga to'lgan, lekin universitetning kunduzgi bo'limiga o'qishga kirgan. Agar o'qish joyidan ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, tizim bola voyaga yetdi deb hisoblab to'lovni qayta ko'rib chiqishi mumkin. Ona keyin hujjat olib boradi, lekin bu orada 1 yoki 2 oy to'lov kechikishi mumkin. Demak, o'qishga kirganlik haqidagi ma'lumotni kechiktirmaslik kerak. 3-misol. Nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaroning qayta ko'rik muddati 10 avgustda tugaydi. U hali vaqt bor deb yuradi. Keyin shifoxonada navbat, hujjat, komissiya sababli jarayon cho'ziladi. Sentabr oyida to'lov to'xtab qoladi. Keyin u barcha hujjatlarni to'g'rilab, nogironlik guruhi tasdiqlangach, to'lov qayta tiklanadi. Lekin vaqt, asab va yo'l xarajatlari ketadi. Shuning uchun qayta ko'rik muddatidan kamida 1 oy oldin harakatni boshlash kerak. 4-misol. Pensioner chet elga farzandinikiga ketadi. U yerda bir necha oy qoladi. Bank kartasi O'zbekistonda qolgan bo'ladi. Pulni qarindoshi ishlatadi. Agar tizimda uzoq muddat chet elda bo'lish, ishonchnoma. Karta egasi va haqiqiy oluvchi o'rtasida savollar paydo bo'lsa, tekshiruv bo'lishi mumkin. Pensiya olish huquqi bor odam pulni o'zi yoki qonuniy vakili orqali olishi kerak. Shuning uchun chet elga uzoq muddat ketayotgan pensioner oldindan pensiya jamg'armasi bo'limidan tartibni so'rab olgani ma'qul. 5-misol. Pensioner ID karta olgan, lekin bankka bormagan. Eski pasport ma'lumoti bank bazasida bo'lgan.
pensiya hisob raqamiga tushadi, lekin de karta bo'yicha ayrim xizmatlar ishlamaydi. Bank xodimi ma'lumotni yangilashni so'raydi. Bu oddiy jarayon. ID karta, telefon raqami kerak bo'lsa, ariza bilan bank ma'lumotlari yangilanadi. Shundan keyin muammo bartaraf bo'ladi. Eng ko'p uchraydigan nozik jihat shuki, pensiya to'xtadi degan gap har doim ham pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Tekshiruvga tushadi yoki bank texnik sababi bilan kechikadi. Shuning uchun birinchi kuniyoq vahima qilish kerak emas, lekin jim ham o'tirmaslik kerak. Avvalo pensiya jamg'armasidan pensiya hisoblanganmi yoki yo'qmi? Bankdan esa pul kelganmi yoki karta muammosimi, shuni ajratib olish kerak. Ikkinchi nozik jihat, pensiya summasi o'zgarishi mumkin. Masalan, qayta hisob kitob bo'lsa, ish staji bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topilsa, ish haqi ma'lumotlari aniqlashtirilsa yoki qonunchilikdagi indeksatsiya qo'llansa, pensiya oshishi mumkin. Aksincha, ayrim ortiqcha to'lov aniqlansa, keyingi to'lovlardan ushlab qolinishi mumkin. Agar sizga ortiqcha to'lov bo'lgan deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men har doim yozma tushuntirish, hisob kitob va asos talab qilishni maslahat beraman. Uchinchi nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar masalasi. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Lekin ayrim turdagi pensiya va nafaqalarda ishga joylashish, daromad mehnat shartnomasi yoki ijtimoiy holat to'lovga ta'sir qilish ehtimoli bor. Shuning uchun agar siz pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz va yangi ishga kirayotgan bo'lsangiz, bu mening to'lovimga ta'sir qiladimi deb oldindan so'rang. Bu ayniqsa nogironlik. Boquvchisini yo'qotganlik yoki kam ta'minlanganlik bilan bog'liq to'lovlarda muhim. 4-nozik jihat, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Ko'pchilik bu mening o'g'lim, bu mening qizim, ishlataversin deydi. Oila ichida ishonch bo'lishi yaxshi, lekin huquqiy tomondan karta egasi pensionerning o'zi. Agar pul noto'g'ri yechib olinsa, karta yo'qolsa, qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Yura olmaydigan pensionerlar uchun eng to'g'ri yo'l qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirishdir. 5-nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, bank ilovasi, xabarnoma va tasdiqlash orqali ishlaydi. Agar telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa yoki eski raqam yopilgan bo'lsa, pensioner muhim xabarlarni olmasligi mumkin. Men pensionerning bankdagi asosiy raqami o'ziga yoki ishonchli vakiliga tegishli bo'lishini, lekin nazorat ostida yuritilishini maslahat beraman. 6-nozik jihat, ariza berganda nusxa va dalil qoldirish. Pensiya jamg'armasiga, banka yoki boshqa idoraga ariza topshirsangiz, arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki SMS xabarini saqlab qo'ying. Keyin men topshirgan edim degan gap o'rniga qo'lingizda dalil bo'ladi. Bu juda muhim. Endi aniq nima qilish kerakligini birma-bir aytaman. Birinchi qadam, pensiya oluvchining asosiy hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq ma'lumot, bank kartasi, telefon raqami, yashash manzili va agar bo'lsa ishonchnoma. Shu hujjatlarning muddati va ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, bank kartasi tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kod esdami? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Karta aynan pensioner nomidami? Agar karta muddat yaqinlashgan bo'lsa, oxirgi oyga qoldirmang. Bank oldindan boring. Yangi karta oching va pensiya tushadigan hisob bilan bog'liqligini aniqlang. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishdan qo'rqmang. Yashash joyingiz bo'yicha tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. O'zingiz bilan ID karta, bank kartasi yoki hisob raqam ma'lumoti, pensiya hujjatlari, zarur bo'lsa mehnat daftarchasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi hujjatlarini olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil ishonchnoma bilan borishi kerak. 4-qadam, agar pensiya tushmasa, avval sababni ajrating. Men buni juda aniq aytaman. Birinchi savol, pensiya hisoblanganmi? Buni pensiya jamg'armasidan aniqlaysiz. Ikkinchi savol, pul bankka o'tganmi? Buni bankdan aniqlaysiz. 3-savol, karta ishlayaptimi? Buni bankomat, bank filiali yoki bank ilovasi orqali tekshirasiz. Shunda muammo qayerda ekanini bilasiz. Pensiya jamg'armasidan, bankdami yoki hujjatdami? 5-qadam, yozma ariza bering. Agar masala og'zaki hal bo'lmasa, pensiya to'lovim kechikish sababini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozma ariza yozing. Arizada ism, familiya, JSHIR, yashash manzili, telefon raqami. Pensiya
turi, muammo qachondan boshlanganini ko'rsating. Masalan, 2025 yil iyun oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelib tushmadi. Ushbu holat sababini aniqlab, yozma tartibda javob berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, masala aniq bo'ladi. 6-qadam. Nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlarni kechiktirmang. Qayta ko'rik sanasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, farzandning kunduzgi ta'limda o'qishi. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari vaqtida yangilanishi kerak. Bu hujjatlar kechiksa to'lov ham kechikishi mumkin. 7-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga bank kartangiz PIN kodini, SMS kodini, karta raqami bilan birga maxfiy ma'lumotlarni bermang. Pensiyangizni oshirib beramiz, bazadan chiqarib beramiz, tezlashtirib beramiz degan odamlarga ishonmang. Pensiya masalasi rasmiy tartibda hal qilinadi. Agar kimdir pul so'rasa, ayniqsa hujjatsiz va kvittansiyasiz pul talab qilsa, bu juda xavfli signal. 8-qadam, farzandlar ota-onasining hujjatlarini tartibga keltirsin. Ko'pincha pensionerlar telefon, karta, ID karta, bank ilovasi, SMS kod masalalarida qiynaladi. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining pensiyasi tushganmi? Karta ishlayaptimi? Hujjat muddati yaqinlashmaganmi? Shuni tekshirib qo'ysam, katta muammolarning oldi olinadi. 9-qadam, hisob kitobni tushunishga harakat qiling. Pensiya summasi nima uchun oshdi yoki kamaydi? Qanday ustama qo'shildi? Qanday ushlab qolish bo'ldi? Bularni so'rashga haqqingiz bor. Pensioner men tushunmayman deb jim turmasligi kerak. Mutaxassis oddiy tilda tushuntirib berish kerak. Agar tushuntirish noaniq bo'lsa, yozma javob so'rang. 10-qadam, barcha hujjatlardan nusxa saqlang. ID karta nusxasi, bank rekvizitlari, arizalar, javob xatlari, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma nusxasi alohida papkada tursin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin muammo chiqqanda eng katta yordam shu bo'ladi. Agar mening o'zimga yoki yaqinimga shunday holat bo'lsa, men quyidagicha harakat qilgan bo'lardim. Avvalo bank ilovasi yoki SMS orqali oxirgi tushumlarni ko'raman. Keyin kartaning amal qilish muddatini tekshiraman. Agar karta joyida bo'lsa, bankka qo'ng'iroq qilib yoki filialga borib, pensiya bo'yicha tushum kelgan-kelmaganini so'rayman. Agar bank tushum kelmagan desa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilaman. Agar pensiya jamg'armasi hisoblangan va yuborilgan desa, demak muammo bank yo'lida yoki hisob raqamda bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasi hujjatda aniqlashtirish bor desa, qaysi hujjat, qaysi ma'lumot, qaysi sana bo'yicha muammo borligini aniq so'rayman. Borib keling degan umumiy javob bilan cheklanmayman. Masalan, pasport ma'lumoti mos emasmi? Nogironlik muddati tugaganmi? O'qish ma'lumotnomasi kerakmi? Ishonchnoma muddati tugaganmi? Bank rekvizit noto'g'rimi? Shuni bilib olaman. Chunki sabab aniq bo'lsa, yechim ham tez bo'ladi. Agar pensioner yoshi katta bo'lib, idoraga borishga qiynalsa, yaqin qarindoshi yordam berishi kerak. Lekin huquqiy vakillik kerak bo'ladigan joyda oddiy qarindoshlik yetmasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma masalasini oldindan hal qilish kerak. Ayniqsa yotib qolgan, uzoq masofada yashaydigan yoki ko'zi ojiz, eshitishi qiyin pensionerlar uchun bu juda muhim. Bugungi eng muhim xabar shuki, pensiya tizimida nazorat va raqamli tekshiruvlar kuchaymoqda. Bu esa tartibni oshiradi, lekin hujjatida, kartasida yoki ma'lumotida kamchilik bor pensionerlarda to'lov kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner bank kartasi muddatini, ID karta ma'lumotini, telefon raqamini, ishonchnoma holatini, nogironlik yoki o'qish hujjatlarini oldindan tekshirish kerak. Men sizga vahima qilishni emas, tartib bilan harakat qilishni maslahat beraman. Pensiya tushmasa, avval bankni tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan hisoblanganini aniqlang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Hujjatlarni to'liq yig'ing va javobni rasmiy tartibda talab qiling. Shunda masala ancha tez va aniq hal bo'ladi. Sizning hududingizda pensiya to'lovlari vaqtida tushyaptimi yoki kechikishlar bormi? Bank kartasi, hujjat yoki ishonchnoma bilan muammo bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga albatta yuboring.